Mana kaktuslar olami bitik kaktuslar chanqab ketibdi. Egasi uxlayapti. Aksiya 5000 deb qo'yibdi. Agar nimalar bor ekan, qo'yalar bor ekan. Antirimlar. Hozir bo'lsa mana 6dan o'tdi, hamma uxlayapti. Uyg'onganlardan birinchilardan siz ekansizda. Bu gullari chanqab ketibdi. Karisani nima qildingiz? Karisani tepada archani. Aynaqa aka ketadi. Gap sotida 6dan o'tibdi, hamma uxlayapti. Bir guruh onaxonlar kelgan. Manu qanchaga beradi? Bo'pti, mana ularni ichpaylik, mana. Mana yo yengil robini biysizlar, yo bo'lmasami davli. U ham katta bo'ladi. Oshasi katta ekan. Arav qaraymiz pul deyapsiz. 500 ming. Mashinlarga berib bitta sal yirik kelishdi. Kamilanda. Endi ozoroq. Keling, meni ishim bor. İşiniz bo'lsa mana olaman-da. Erta bilan da shunaqa. Kechqurun ham sotsam. Latifjon Flowers o'sha ish faoliyatini boshladimi? Faoliyatni boshladim. Faoliyatni boshlagan odam birinchi suv quyishdan boshlaysa ekanda. Mo tuvagingiz necha pul bu to'g'ri ekan mana bitta tuvak. Bir turaga 5 ming so'm. Qo'yli. Bu tuvakdan mingta chiqsa kerak bu qopdan-a? Barakasini bersin, necha pul bo'lsa ham. Ha, bo'ldi. Bu dimlangan ichida gul bormi ekan? O'rab tashlashdan tavalarni boplashibdi. Yaqinroq olamiz. Mana soat 7 ga qarab kelyapti. Gulchilar uxlayapti. Assalomu alaykum. Hozirga yaxshimisiz? Suyunli gullar ekan bu yoqda. Oho. Bu nima ekan? Pul soladigan bu. Turi bor ekan, har xili bor ekan. Oxirigacha hech kim yo'q. Hammasi uxlayapti ekan. Oho, hamma yo'q bor-ku. Paladenlik. Nahotki siz erta turib yordingiz. Doimalik soat 10 gacha uxlaydigan odam. Qaranglar, mana shu bola. Gulchilar taniydi. Mana bitta gartenziyalar. Ha? Gartenziya, metelchitlar bor ekan. Mana kurpin stillar. Mana ko'rasizlar. Gulbaramiga saqlagan ekan-da. Bozatishmadi. Bozorda yo'q bunda. Mana $160 deykan. Mana shtampi.
Gartenziya metal chiti ekan. Ko'rishlar mumkin. Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Stampiganda shunaqa bo'ladi-da. Egalari doimgidek aytganimizdek uyquda omari kostyumini gullashga kelib qolibdi yana. 100 necha dollarida adashmasam. Padiyonda yo'qotsaylikmi egalarini? Kanarskiy palma, gardeniya. Nima Wagner palma bor ekan kattasi mana. Mashermi Sardorbek joyinglar? Ma kattasini nech pul Wagnerda? Qancha? $1000 ekan. Bo'yi ham bir 4 metr bor ekan-a? Eng arzon nech pul? Ha, ko'chada 15 ming so'm. Molarchi, archa. Archalar 700 ming. Bu Yevropaniki bu ya? Glisinachi? Glisina 60 ming. 60 ming so'm. Sirenlar? Sirenlar 100 ming. Sirenlar 100 ming so'm ekan. Magnoliya bor ekan. Nech pul bular? Ko'chati 50 ming. Kattalari 1 million. Bolami? Ha. 1 million ekan. Traktor palma ham bor ekan. Hamma mana bobda shtampi atirgulan bor ekan, kelarishlar ekan. Sug'orishda boplasizlar. Sop qo'ydi, kesa har kuni suv quyarib dikkat oldi. Eng zo'r ashyosi. O'tib bozorlar bersa. Hop, hop. Tolgul maliniy. Tolgul oqi ham bor ekan. O mana. Kraton sekas. To'yga ikki po'st chiroy turgan bo'ladi urinmasdan. Yopmayman guldim. Arsani nech po'st deyapsiz? Archa 50 ming. 50 ming. Mana avoylar ham bor ekan. Ventilyatorlar bilan birga va yukkalarchi. Yuklar ham bo'lyapti. Kunduz issiq. Ha. Yukka nech pul? 200 dan beribdi. 200 dan? Zo'r, soting uni. Ha? Soting bular. Bu kattasichi? 500 beraman. Soting, arzon qilib yo'qoting buni. Mana hali ham uxlashyapti. Endi oxirgi joy o'zimiz joyda ham chiroy gulab kelmaganmiz. Xo'p. Ancha bugunli. Mana shu narsalarimiz bor. Baq bo'dim. Apora ham bor ekan bu yerda. Sağ olun, selamat olun. Like bosib, obuna bo'lishingizga chiqmas. Uxlayapti.